Assalomu alaykum. Alhamdulillahi Rabbil alamin vel akıbatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Babacan kanalına aboneçi muhlisleri, bütün mana shu atrofimizdagi Babacan kanalını eshitib turgan tomoshabin mehribon birodarlar, men sizlar bilan murojaat qilib tanishmoqchiman. Anchadan beri Babacan kanalini yaxshi ko'rib, bu kanalda olib borilayotgan ishlar bilan tanishib, juda xursand bo'ldim. Babacan kanalini olib borayotgan bu yigitlardan hammasini ham duo qilib xursandman. Men o'zim ham shu Babacan kanaliga bormoqchiman. Yana eshitib qoldimki, bu Namangan shahriga Babaconni o'zini kelishini. Shuning uchun Babacan kanalidan iltimos qilamanki, qachon ben Namanganga kelmoqchi bo'lsangiz, men shuni xabarini bilib qolsam, inshaalloh chiqib o'zingiz bilan yuzma-yuz ko'rishmoqchiman. Shunda yana yaqindan tanishib, bir-birimiz bilan sirdosh bo'lamiz inshaalloh. Meni hozircha siz bilan aytadigan so'zlarim shulardan iborat. Salomat bo'ling, Allohning panohida.